Sizlar ham hamma narsa uyda tayyorlagili keladim. Ayniqsa shunaqangi sochni mazali bo'lsa. Buni tayyorlab ko'rib, uncha-muncha fast foodni yemaydigan bo'ldim. Oddiy oshirma xamir qilib, zuvolichalik bo'lib qo'ydim. Ungacha mazali halol musani kotletlardan olib, orqa oldini yaxshilab qovurib oldim. Zuvolichalarni olib, kosa razmerda yoyib, kosachaga kiydirib oldim. Ketchup mayonezlarimni aralashtirib, boyagi zuvolicharimga surib olib, ustidan bitta salat bargini qo'yib, boyagi kotletlarni qovurib olganimni qo'yib oldim. Sirli joyiga mazali pishloq qo'yamiz. Pishloq bilan pomidor seli ishoninglar idealniy juftlik. Bodring ketidan yana to'yimli bo'lish uchun yana bitta kotlet qo'yib, yana bir marta ketchup mayonez aralashtirilganini surib, ustini yaxshilab yopib olamiz. Ochilib ketishi kerak emas. Tuxum sarig'ini surib, sedanalarni sepib, 25 minut 30 minutga duxovkaga jo'natamiz. Bir marta bo'lsa ham qilib ko'rish uchun saqlab olinglar. Menga obuna bo'lib, yangiliklarni kutib qolinglar. Hammaga yoqimli ishtaha. Rahmat.